Bezat aka, hali ham ishingizni tugatmadingizmi? Ana u xonalarda ismasangiz, hozir boshliq kelsa ikkalamiz ham gap eshitamiz. Ha bu ishni gulonani yaqinmas, so'noqlarni sizga olib qo'ying dedim. O'zi qaysi ishni eplaysiz? Hozir. Hozir buni kim ishga olgan? Mo'mish. Katyach. Quddus. Chaqirdingizmi doktor? Nima bo'ldi? Men aytgan ishlarni qildingmi? Ishlar havo yo'q joyidanmi? Xonalar isitildimi? Pokizalilarga yaxshi qarash, ertaga momoda tekshirib kelish mumkin. Ha, bizaga qaradinglarmi? Ovqatini berib qo'yinglar, hamma ishlarni nazorat qiling. Shuni aytmoqchiman, mayli. O'polar doktor. Shu yerda ovqat turadi. Ha, mana. Ham anchadan beri turibdi. Ikki yegandan ko'ra mo'mish yegan yaxshi. Ha, o'tirishsin hali ham bitta ish deb olmasdan. Olaymi uni? O'zi bu ham ko'p sizga. Rahmat. Teyze. Hani kızım? Gelsin la kızım. Kirilla. Ayaslar kep turarlarmı? Atılap gelip attılar. Qizim ukangizni olib chiqib turing mashinaga. Xo'p bo'ladi doktor, aytganlaringizni vaqtida qilaman. Xudo xolasa bolani yaxshi parvarish qilaman. Nima turibsan? O'l uyda mehmonlar kutishyapti.